Bismillahirrahmanirrahim. Ko'lar mana endi 15 tonnalik kanalizatsiya ishlarimiz o'rnatish jarayoni yakunlandi. Hamma ishlar qo'ldan chiqdi. Tayyor ishlaydigan holga keltirildi. Mana shu avarinniy deydi bunisi. Ana bu pastda turgan ulanadi. Mana turib bilamiz hammasini tagini teshib qo'yilgan. Shu drenaj sistemasi bo'yicha ishlaydi bu. Oldidan chiqish xotidan chiqadigan suv buni texnik suv holatda chiqadi. Texnik suv holatda chiqqan uchun bu yog'sizlik uchun yerga singib ketaveradi shebenka orqali. Ana shunda shunga 6-7 xo'jalikka mo'ljallangan do'magan shunga Farg'ona Oltiariqda o'rnatyapmiz. Ana xudo xohlasa mashina hozir qazdab kelib, ulashsa bo'ldi, tayyor ishlaydi bu. Ana shu hamma tomon tayyor. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar.